Koshy-Bunyakovskiy tengsizligini ko'rib o'tamiz. Koshy-Bunyakovskiy tengsizligiga ko'ra A1 ning kvadrati plus A2 ning kvadrati plus A3 ning kvadrati plus va hokazo n ta sonning kvadratlarining yig'indisini B1 ning kvadrati plus B2 ning kvadrati plus va hokazo bu yerda ham n ta sonning kvadratlarining yig'indisini ko'paytirsak, ana shu ko'paytma har doim katta yoki teng bo'ladi. Mana bu yerda bittalab ko'paytirilganligi, ya'ni A1 B1 ingisi A2 bilan B2 plus A2 ko'paytirilgan B2 plus A3 ko'paytirilgan B3 plus va hokazo AN ko'paytirilgan BN ning pastda kvadratidan har doim katta yoki teng bo'ladi. Ana shu ifoda. Buni ikkitalik holatini ko'rib o'tamiz. Ikkitalik holati a kvadrat plus b kvadrat bo'lsin, ko'paytirilgan, ikkinchisida ham ikkitalik, ya'ni c kvadrat d kvadrat bo'lsin. Ikkalasi ana shu Koshy-Bunyakovskiy tengsizligiga ko'ra, mana bu tengsizlikka ko'ra, demak, katta yoki teng bo'lishi kerak. A bilan c ni ko'paytmasi, a ko'paytirilgan c plus b bilan d ni ko'paytmasi. Umuman bu yerda joyini almashtirib olsak ham bo'ladi. Bu yerda c kvadrat plus d kvadrat, d kvadrat plus c kvadrat qilib ham yozsak bo'ladi-ku. A kvadrat plus b kvadratni ham shu yerda, ya'ni a bilan d ni ko'paytmasini olsak ham bo'ladi. Lekin hozir c nikini oldim. B ko'paytirilgan d ning kvadratidan katta yoki teng bo'ladi har doim. Ana shuni isbot qilib qo'yamiz. Ochib chiqadigan bo'lsak, a kvadrat c kvadrat plus a kvadrat d kvadrat plus b kvadrat c kvadrat plus b kvadrat d kvadrat katta yoki teng kvadrati a kvadrat c kvadrat plus 2 ko'paytirilgan ko'paytmasi a c b d plus b kvadrat d kvadratda b kvadrat d kvadratlar qisqarib ketar ekan, a kvadrat c kvadratlar ham qisqarib ketar ekan. Demak, nima qoldi? Bir tarafga olib o'tadigan bo'lsak, a d minusdan b c ning kvadrati qoldi, katta yoki teng 0 dan. Biron bir sonning kvadrati har doim 0 dan katta yoki teng, bu har doim o'rinli. Demak, mana bu tengsizlik ham bizda har doim o'rinli ekan. Bu n teng 2 holati, ya'ni ikkitalik holati edi. Mana bu misolda, ikkinchi misolda ana shu ko'paytmaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak ekan. Koshy-Bunyakovskiydan topib olsak bo'ladi buni. Buni x ning kvadrati 1 ning kvadrati deb yozsak va ikkinchi mana bu ildizosini to'la kvadrat ajratib olsak, 1 ning kvadrati plusdan x minus 2 ning kvadrati. Shuni 2 minus x ning kvadrati deb yozaman, farqi yo'q-ku. 4 ning kvadrati ham 16, minus 4 ning kvadrati ham 16. Qarama-qarshisini yozsak ham bo'ladi g'azning ichiga. Koshy-Bunyakovskiyda o'sha x ta qisqarib ketishi uchun 2 minus x ning kvadratini yozdim-da bu yerda. Mana bu holatga tushadi, mana bu ikkinchi holatga tushadi. Faqat ikkalasida ham ildiz bor-ku. Ana shu holatni ikkala tarafdan ildiz olinganiga tushadi-da, ya'ni ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat ko'paytirilgan ildiz ostida c kvadrat plus d kvadrat katta yoki teng bo'lyapti. Ildiz ostida ikkala tarafdan ham ildiz olsak, ac plus bd ning kvadratidan. Demak, shu holatga ko'ra bizda bu katta yoki teng bo'lishi kerak. Ildiz ostida x bilan 1 ni ko'paytiramiz. X ko'paytirilgan 1 plusdan 1 bilan 2 minus x ni ko'paytiramiz. 2 minus x ni o'zi oladi. Ning kvadratidan katta yoki teng bo'lishi kerak. Koshy-Bunyakovskiy tengsizligiga ko'ra. X qisqarib ketar ekan, ildiz ostida 2 ning kvadrati qoldi. U 2 chiqadi undan. Demak, bizda x kvadrat plus 1 ko'paytirilgan ildiz ostida x minus 2 x minus 2 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati katta yoki teng bo'ldi har doim 2 dan. Eng kichik qiymati so'ralgan endi bizdan bu ifodani. Eng kichik qiymati 2 ga teng bo'lar ekan. Mana bu 6-misolning shartiga ko'ra bizga a ning shunday butun qiymatlarini topishimiz kerakki, mana shu tenglama yechimga ega bo'ladigan. Bu ham Koshy-Bunyakovskiy orqali ishlasak bo'ladi buni ham.
qanday? Birni o'ng tarafga o'tkazib yuborsak, asosida 4 minus x kvadrat plus 3x teng bo'ladi a plus 1 ga. Mana bu chap tarafini endi koshi buni koskiga tashlasak bo'ladi. Ya'ni 1 ko'paytirilgan asosida 4 minus x kvadrat deb yozib olsak, plus 3x 3 ko'paytirilgan x, ya'ni e'tibor bering, mana bu bizda mana bu ikkitalik tenglikni mana bu o'ng tarafini ifodalayapti. Ya'ni bu yerda 1 ni a ni o'rnida 1 kelyapti, ildizosi 4 minus x kvadratni o'rnida c kelyapti, mana bu b ni o'rnida 3 kelyapti hamda d ni o'rnida x kelyapti. Koshi buni koski tengsizligiga qo'yamiz endi, ya'ni 1 ko'paytirilgan ildizosi 4 minus x kvadrat plus 3 ko'paytirilgan x ning kvadrati kichik yoki teng bo'ladi. Endi kichik yoki teng mana bu chap tarafdagi ifodani yozishim kerak, ya'ni qarshisida a kvadrat plus b kvadrat, qarshisida a kvadrat 1 ning kvadrati plus b kvadrat 3 ning kvadrati ko'paytirilgan c kvadrat plus d kvadrat. Ildizosi 4 minus x kvadratning kvadrati 4 minus x kvadrat bo'ladi hamda plus x ning kvadrati dan kichik yoki teng ekan. X kvadratlar qisqarib ketsa bu yerda, demak 4 ko'paytirilgan 10 qoldi. Ya'ni ildiz olib yuborsak, ikkala tarafdan ildizosi 4 minus x kvadrat plus 3x kichik yoki teng ekan, ildizosida 40 dan kichik yoki teng ekan. Demak, buni modulda olamiz. Ikkala tarafdan ildiz olgandan keyin buni modulda yozamiz. Modulda yozdikmi? Demak, mana bu yerda ham a plus 1 ni ham modulda yozishimiz kerak. Modulda a plus 1 kichik yoki teng bo'lyapti, ildizosida 40 dan. Shuni ishlab qo'yamiz. Bu minus ildizosi 40 dan katta yoki teng a plus 1 hamda kichik yoki teng ildizosi 40 dan qo'sh tengsizlik bo'ladi. Bu minus ildizosi 40 minus 1 dan katta yoki teng a kichik yoki teng ildizosi 40 minus 1 dan. Ana shu oraliqda bo'lsagina yechimga ega bo'lar ekan. Koshi buni koski faqat ana shu oraliqda o'rinli bo'ldimi? Demak, ana shu oraliqda bo'lsagina a yechimga ega bo'lar ekan. Ana butun qiymatlarni so'ralganimizdan, demak, ildizosi 40 degani bu 6 butun nechidir? Minus 6 butun nechidirga minus 1 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 7 butun nechidir kelib chiqadi va u katta yoki teng a, kichik yoki teng minus 6 butun nechidirdan 1 ni ayirib yuborsak, 5 butun nechidir kelib chiqadi. Butun sonlar minus 7, minus 6 va hokazo 5 gacha bo'lgan butun sonlar tegishli bo'la olar ekan a soni. Tenglama yechimga ega bo'lishi uchun.